Chimildiqda nima bo'lishini sizga hech kim aytmagani aniq, lekin men sizga bugun hammasini aytib beraman. Yigitlar, birinchi kecha o'zingizni qanday tutishingizni bilmayapsizmi? Balki eshik ortidagi yangalar sizga xalaqit berayotgandir. E'tibor qilmang. Birinchi kechada kuyov bola shoshqaloqlik qilish kerak emas. Chunki bu mayda yoriqlarga hamda ko'p qon ketishga olib kelishi mumkin. Chimildiqda nima bo'lishini sizga hech kim aytmagani aniq, lekin men sizga bugun hammasini aytib beraman. Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Ruhiy tayyorgarlik. Ko'p qizlarimiz birinchi kechada qo'rquvni his qiladi. Qo'rqish kerak emas, bor yo'g'i muloqot qilish kerak, chunki juftlik bu muloqot. Bir narsalar haqida gaplashing, balki kino haqida gaplasharsiz, balki bo'lajak farzandlaringiz to'g'risidadir. Lekin muloqot juda ham muhim narsa. Bu narsa sekin-sekin romantikaga olib keladi. Muhit juda ham muhim. To'g'ri, balki eshik ortidagi yangalar sizga xalaqit berayotgandir. E'tibor qilmang. Chiroqni o'chiring, shag'amlarni yoqing, mayin bir musiqani qo'ying va biroz ko'zni ko'zga urishtirib tikilib turing. O'zingiz uchun juda ham qulay kiyim tanlang. Lekin juft halolingizni ko'p qiynamang, oson yechiladigan bo'lsin. Turmushga chiqayotgan yosh qizlarimizga birinchi kecha haqida onalari ham, turmushga chiqqan dugonalari ham hech narsa gapirmagani bu juda ham katta xato. Qizlarimizga albatta aytish kerak. Chunki ularda qo'rquv juda ham qattiq bo'ladi. Shifokorlar nima deydi? Bu juda ham og'riqli jarayon deyshadi. Ammo bu normal holat. Taranglik va mayda yoriqlar sizga muammo keltirishi mumkin. Shuning uchun mana shunday lubrikantlardan foydalaning. Bu sizni muhabbatingizni yanada mayin qiladi. Agarda og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'ingizga tushuntiring. Biroz to'xtab tursin. Shoshmasin. To'g'ri, birinchi kecha hammasi ko'ngildagidek ketmasligi mumkin. Ammo bu hayot, kino emas. Sekin-asta hammasi o'z yo'liga tushib ketadi. Chimildiqdagi barcha jarayonlar tugab bo'lgandan so'ng darhol o'rningizdan turib ketmang. Birpas bir-biringizni quchog'ingizga oling. Shunda muhabbatingiz yanada jo'shqin uradi. To'ylar muborak. Yigitlar, birinchi kecha o'zingizni qanday tutishingizni bilmayapsizmi? Hozir men sizga hammasini aytib beraman. Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Hoy yigitlar, namuncha shoshmasangiz. Axir ko'rib turibsiz-ku, turmush o'rtog'ingiz juda ham qattiq qo'rquvda. Biroz muloqot qiling, gaplashing, uni ozgina ovuntiring. O'zini bo'sh his qilsin. Undan keyin boshlang. Birinchi kechada yangi uylangan kuyovga otalari yoki bo'lmasam uylangan do'stlari o'zini qanday tutishni aytib berishi lozim. Birinchi kechada kuyov bola shoshqaloqlik qilish kerak emas, chunki bu mayda yoriqlarga hamda ko'p qon ketishga olib kelishi mumkin. Bundan ayolingiz o'zini juda ham noqulay his qiladi, azob chekadi. Uning o'rniga u bilan kino haqida gaplashing, muhabbat haqida gaplashing, yoki bo'lmasa bo'lajak farzandlaringiz haqida gaplashing, yoki bo'lmasa kelajakdagi rejalaringiz haqida gaplashing. Undan so'ng kelin o'zini ancha yengil va erkin his qiladi. Nafaqat yosh kelinlarimizni, balki yosh kuyovlarimizni ham albatta hayajon bosadi. Shunday paytlarda soft sprayni ishlating. Bu jinsiy aloqani ancha uzoq muddatga cho'zib beradi. Yigitlar, shoshqaloqlik qilib kelinni hayajonlantirmang. Unga chiroyli gaplar gapiring. Unga gullar hadya qiling. Uni qo'ynini olishga harakat qiling. Undan so'ng o'zini anchagina erkin his qiladi. Shundagina muhabbatingiz uzoq muddatga cho'ziladi. Gigiyena ham muhim rol o'ynaydi albatta. Jinsiy aloqadan so'ng pokiza bo'lib oling. Maslahatimga rioya qilgan bo'lsangiz, muhabbatingiz uzoq yillarga cho'ziladi. To'ylar muborak.